Istiqlol avtomaktabi har doimgidek yaxshi natijalar bilan 5-avgust kuni Namangan imtihon olish markaziga keldi va o'zini 41 nafar o'quvchisini imtihondan o'tkazdi. Hozir har birlari bilan bitta tanishtirib chiqaman. Hozir ketay. Istiqlolga rahmat. 20 tadan 20 ta. Birinchi urinishda 20 ta, 20 ta. Bitta urinishda 20 tadan 20. Ikkinchi urinishda 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta istiqlolga. 20 tadan 20 ta bitta urinishda. 20 tadan 20 ta istiqlolga rahmat. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat. 20 ta bitta urinishda. 20 tadan 100% ustozlarga ming rahmat. Birinchida 19 ta. Ikkalasini ham bittada. Istiqlolga rahmat 20 tadan 20 ta. Istiqlol eng zo'ri. Istiqlolga rahmat 20 tadan 19 ta. Birinchi urinishda 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat 20 tadan 19 ta. Istiqlolga rahmat. Istiqlolga rahmat. Birinchi urinishda yo'q 20 tadan 19 ta. Istiqlolga rahmat. Birinchi urinishda yo'q 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat. 20 tadan 8 istiqlolga rahmat. Bitta urinishda 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat. Istiqlolga rahmat. 20 tadan 20. Istiqlolga rahmat. Birinchi urinishda 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat. Istiqlolga rahmat 20 tadan 20 ta. Birinchi urinishda Istiqlolga Nozimjonga rahmat. 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat 20 tadan 20 ta. Istiqlolga rahmat, hammalaringga tavsiya qilaman. Kelinglar.